Sizlardan 25 ming so'm. Qanaqa pul? Kim chaqirib berdi sizlarga taksini? Bizga oldiga o'tirgan to'laydi deyishdi. Bittalaring oldiga o'tirmabsizlar-da. Mana amakisi oldida o'tiribsiz. Oldida o'tirgan bo'lsam ham rulda o'tirdim. Siz rulda emas, sideniyada o'tiribsiz-ku. Voy, yomon asabga tegdi-yu bular. Amaki eshikni ochib yuborasizmi? Eshikni ochib berishim kerakmi? Bizga kompot chaqirishdi-da. Voy, bu uchalasini. Kompot bilan komfort farqiga bormaysan-ku? Eshikni ochib beraymish. Bo'pti, sizlardan pul olmayman. Bitta she'r ashula qo'shiq aytib berasizlar. Qani, rozimisizlar? Endi nima qilamiz? Qani bo'lmasam bitta eshitaylikchi. G'ani g'ildirakni qizlatib qizlatdi. G'ani g'ildirakni qizlatib qizlatdi. Amaki xafa bo'lmang, bu she'r bilan maqol farqiga bormaydi. Qo'shiqni she'r qilib aytsam bo'ladimi? Bo'ladi qo'shiqni ham, ha? Baby shark tuktururu baby shark. Stop, qanaqa baby shark? Amallading lekin. Bo'pti, tushur. Bo'pti, bolalar gaplashamiz. Hozir qarindoshlar gruppasini ochaman. Oqibat haqida bitta she'r aytasan. Qani, ha? Qani qarindoshlar, oqibat haqida eshitamiz. Archa jon archa yobloqlaring ninacha. Stop, qanaqa archa-parcha ninacha, voy. Bo'ladimi? Bo'ladi, tush. Bo'pti. Voy. Ha, polvon? Men she'r qo'shiq ashula bilmayman. Tushunarli. Bitta she'r yodlab qo'ysam bo'lar ekan-a. Tezlash. Dunyo, nega meni qiynaysan? Dardimni bilmaysan. Amaki she'r bilarkanmi? Bu she'rni vaqtida aytish kerak edi, jiyan. Qira qilish ham qiyin bo'lib ketdi-ya. Bolalarga bitta she'r o'rgatib qo'yinglar, zarar qilmaydi.